Assalomu alaykum aka. Kirib kelgan Qurbonlik hayiti bilan barcha mo'min musulmonlarni chin qalbimdan tabriklayman. Hammamizga fayzli, xayrli bo'lsin bu chiroyli oylar, kunlar, soatlar. Xudo xolasa like bittadan bosib tursalar, qo'ydi zo'rlari degan. Haqiqiy jannatdan chiqqan narsani udorlari degan. Qattiqlarida Sardor aka. Bugungi videoni ham ko'rib achinishmaydi. Oxirida ko'rsa, oxiri sensatsiya bo'ladi. Haqiqiy like bosib, like yurakdan bosim, bu yurakdan emas. Bittadan mixlab qo'ying, qo'zini zo'ri kelgan bu yurak. Bo'lmasa qo'zlar ko'rsataveramiz. Boshladik. O'ta gegan toza arashallar kelibdi. Assalomu alaykum kanalimiz ashaddiy obunachilari, hammalaringiz kunlaring xayrli, barakolli bo'lsin deya biz videolarimizni Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i arzonchilar, optimchilar qishlog'ida Sardorbek qo'ralaridamiz. Yarishga sog'liqlardan so'ragan akalarimiz o'tgan safar yetmay qolgan, hozirgacha telefon qilishyapti. O'shanda Sardorbek dam olmasdan Qirg'izistondan yangi yetkazib kelyapti ekan. Qo'zlarini sizlarga tavsiya qilamiz. Buni Sardorbek o'zi lichkalariga to'g'risini aytganda akalar adati odam yozib yuborgan, qo'y kerak deb, lekin ularga tashlamasdan kanalimizga chiqaraylik. Bitta omadli odamga beramiz Zafar aka deb men chaqirdilar akalar. Hop, qadriga yetib videolarimizni like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xudo xolasa o'ta chiroyli qilib narxlarni yorishtirib beramiz. Sardorbek bunundaqalaridan kelganda bugun zo'yni qaranglar. Zafar aka o'tgan safarda oyimni bolasi deb chiqardim u videoni. Shunda ko'pchilik so'rashdi, ukalar menga ham ayniqsa qulog'i uzun-uzunida aytib bergan deb ko'pchilik so'rashdi, ko'pchilik kommentariyaga ham yozishdi, boshqa ham qilish telegramlarga yozishdi. Zafar menga telefon qil Sardor, menga ham. Menday narsa-da to'g'risi bizga ko'p telefon keladi, boshqa bo'ladi, ko'pchilik esdan chiqib qoldi. Misol, shuning uchun videoga chiqaramiz deb atay chaqirdim-da. Bugun haqiqiy shalpon quloqlari kelgan qo'ydi. Mana qo'ylarni qarang. Akalar, mana qo'ydi qarang. Tumorni qarang, tumori bilan. Tumorlari bilan. Quloqni qarang. Haqiqatan tashab turish, men misol qulog'ini cho'zib boshqa qilganim yo'q Zafar aka, mana. Tashab turishini qarang, qo'zini. Undan bitta emas. Ikkita bodam guli bor ekan. Bodam guli bo'lganda ham qulog'ini qaranglar, jonivorni, shalponligini yo'q. Sardorbek bunaqalar qaydan bo'ldi? Buni qarang, mana misol mana quloq tashab turishni qarang Zafar aka, mana. Mana qulog'i. Bular necha oylik Sardorbek? Bular 3 oy, 4 oylik. 3 oy, 4 oylik. 4 oylik narsalar. Mana quloqni qarang, mana turishni qarang, jonivorlarni. Haqiqiy tozalardan aytib, necha bosh bayda Sardorbek hozir? Bay sonimi? Buni soni 10 dona. Bu partiyamiz 10 dona. Asli bu partiya 10 ta. Keyingi videoda ham ko'rasiz, bir narsani aytib ketaman shunda, hozirgida 10 tani yosh oyligi, misol yeb ichishi, sog'ligi, hamma yo'g'ini yaxshilab ko'rsatib olaylikda, keyin narxiga kelamiz, hammasini. Narxi yengil bo'ladi Sardorbek. Yangi zamitani beradi bu narxda işte. Arzonligidan, dangali beradi. Ichiga bitta qo'chqor qo'shganman, 9 to'rg'och. Qo'chqori ham bor buncha. Qo'chqorni qarab turing. Buni ayda-bayda topib olmaydi Zafar aka. Mana quloqni qarang, tashashni qarang. Mana qo'chqor. Qo'chqorimiz ham qo'chqor. Akalar o'zidan ko'paytiradi. Bunga aloqasi yo'qmi? Qonunga bular? Yo'q. Men doim ikkita, uchta qo'chqor chaqiryapman. Boshqa odamdan. Unga aloqasi yo'q. Odamdan emas, yo'q, aloqasi yo'q. Bemalol qo'shib. Uni yuzini qarang. Zafar aka, sog'liq. Oq yuzli. Ushlab ko'rsat, mana oyoqni qarang, turishdi. Mana yelkadan haqiqiy qo'chqorniki yelkadan tekis bo'ladi. Mana Zafar aka polvonligini qarang, iliglar mana edi. Bor tirnoqqa qilgan hali qo'chqorga o'xshab. Gap yo'q. Quloqni qarang. Bo'y bes proda qatnashdi. Tomirlari chiqyapti quloqda ham. Gap yo'q. Bu hozir videoyingizda qizil ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Lekin kattalashgan sari oqaradi. Mana o'zi boshlagan. Ko'z tumshuqlari bilan oqaryapti. Bu sekin oqarish boshlaydi katta bo'lganda. Endi buni oq yuzni qarang. Bu qaranglar akalar. Mana. Nima deyapti bu? Buni qarang. Mana hozirdan mana razrezlari qaysi birini ko'rsatay desa akalar, hammasini ajratsa chiqaveradi bayda, bitta emas qo'yib, qo'ydi quloqlarni qaranglar, shalpon quloq, eng muhimi quloqlar butunidan sog'liqlarda olaman degan akalarimizga 9 dona urg'ochi, 1 dona qo'chqori bor ekan. Mana tavsiya qilib qolamiz Sardorbek, narxini chiroyli qilib bering, bir joyga buni maza qilib boqsin.
Zafar aka buni narxiga keladigan bo'lsa, hammasini bir joyga olsa 4,5 milliondan ketaveradi. 4,5 million. Ha, 5 million, 5,5 million emas. 4 million 500 ming so'mdan Ama ketaveradi. o'tgan safargilardan yiriroq olgan, ha? Bular ancha katta. Kattaroq Ha, olgan. misol men qo'yimni maqtash emas, lekin rostini aytish kerak-da bu narsada. Mana akalar. Buni qarang, buni o'zini ham ushlab ko'rsatmadik-a. Buni o'zini qarang. Akalar. Januarda. Hammasi telefoningizda qanaqa chiqyapti bilmadim, hammasi bor, bir-biridan chiroyli-da. Orqalari osilmagan eng muhimi. Qolishadi Zafar aka. O'tgan safar ham Odam aytdim. gulliklar qaranglar, bonuslik. Gap yo'q. Mana qo'y boqsang, mana bundaqasini boq. Sardorbek, narxidan tushib beramiz. Tushib beraylikmi? Tushib bering. Chiroyli qilib tushib bering, buni bir kishi olsin, maza qilib boqsin. Dalaga qo'yib yuborsa ham, to'g'risi o'zini o'zi baholadigan. Bu sutday qo'z emas, eng muhimi. Bo'ldi, like bosib kommentariyaga havas qildim uka. Menda ham aynaqa qo'y bo'lsin. Hozir qurupim yo'q-ku, lekin menda ham bo'lsin deganlarga 100 ming not beraveramiz. Sardorbek, bitta so'rayman. Sardorbek, like deb bosishyapti. Ko'rdingiz, 7000, 8000 prosmotr obunachimiz bor. To'g'risi-da? Sardorbek, to'xtab turing. Obunachingiz o'zi 5000 dan ortiq obunachingiz bor, lekin prosmotr qancha bo'lyapti? U masalan 7000, 8000 prosmotrga, to'g'risi-da? U vaqti zo'r. Alloh rozi bo'lsin. Qo'llab-quvvatlayotganlardan, ko'rayotganlardan Bekarga olmas-da bu. To'g'ri. Mayli, yana tushiraymi? Tushiring. Qancha tushirib beray? Hop, hozir 4 million 400 dan dedingizmi? Ha. Mana shundan 4 million 200 dan qiling bir joyga. Obunachilarimiz like bosishadimi shunda? Like bosishadi, ha. Kommentariyaga havas qildim Havas deyishadimi? qildim deyishadi. 4 million 200 dan. Like'ni yurakdan bosib qo'ysa Zafar aka. 4 million 200 dedingizmi? Yurakdan, qalbdan bossa, yurakdan emas ama. Bossa 4 million 100 mingdan qilib. 4 million 100 ming so'mdan. Sardorbek, Like bosmay telefon qilmasa. Men like'ni yaxshi ko'raman. Men naqdni telefon qilsa hammasiga sunnatiga bir nima o'tib beraman. yana o'tib berasiz bundan. Like'ni bosdim uka, kommentariyaga yozdim. Aha. Yozdim kommentariyaga deb telefon qilsa, hammasiga opsiyonma nech pul bo'lsa, bir nima o'tib beraman yana. Bir nima o'tib beradi. Ha. Akalar, mana sizlarga men o'ylagandan ham xudo xolasa mana arzonroq qilib berishyapti. Ular qo'zilar bir joyda turgani sabab o'tga qo'yinglar. Vallahi o'tga ham bitta, ha, bittasini o'tga chunki haliga nima deydi? Bu issiqda shunaqa bo'ladi. Issiqdan qo'zi to'plam bo'ladi Zafar aka. Akalar, bu kichkina narsa emas. O'z ko'rinib turibdi. O'tga. Akalar, mana o'tni ovozini eshitsanlar xolos mana. Qo'ydi yeyishini ko'ryapsizlar. Yeb ichidan hech qanaqa muammo yo'q. Zafar aka. Nima deydi? Prosta issiqlik uchun qo'ylar charchoq bir joyda ko'proq turadi, lekin yeb ichidan hech qanaqa muammosi yo'q. Xudo xolasa chunki obunachilarga yegizib ham ko'rsatib berish kerak. Haliga nima deydi? Hali bo'lmasin. Ko'ngil nima deydi? G'ash bo'lib qolmaslik uchun mana bemalol yegizib ko'ramiz. Bo'lmasa keyingi partiyamizga o'taveramiz, Sardorbek. Ketdik. Obunachilar, keyingi partiyamizga bu qaranglar jonivorlarni quloqlarini, erinmay teribsiz Sardorbek bu qo'zlarni. Zoti toza, o'sha birinchi klasslaridan. Birinchi klass. Ha, ana shunday birinchi klasslaridan qarang. Brensvit. Brendlardan. Gap yo'q. Mana shunaqalarni olib kelishdan charchaman Sardorbek, mana Bu ham Zafar aka 5 ta urg'ochi hammaga yetsin. 100 ta 100 ta. Xudo xolasa harakatdamiz shunga. Xudo xolasa shunga harakatdamiz. Mana jadvallarni. Akalar, mana quloqlariga e'tibor beramiz, dumbalariga e'tibor beramiz. Unaqa qarang, bu jonivor. Ushab ko'ring-chi, Sardorbek shunda. Mana qo'zini qarang, Urg'ochi bu. Ha, urg'ochi bu. Egiz tuban qulog'im qaytarilgan. Mana qarang, ha, jonivor. Tumshuq qarang-da. Garbonos qarang. Dumba, ochiq, razrezi, ponni akalar mana. Hamma yo'g'i joyida qo'ylardi. Mana. Boqsangiz mana shunaqa Sweetlix'dan boqib. Qo'rlar. Mana endi mo qarab turing buni Zafar aka. Aha. Qayda bitta qo'chqorchasi ham bor. Ha, qo'chqori ham bor. Ha, bitta egiz tumori bilan kallani qarang. Bu qarang. Buni qarang. Jonivor. Kalla. Quloq qaranglar, gap yo'q. Quloqqa e'tibor beringlar. Shalpon quloq qo'yib boqaman degan akalar. O'zi tashab turishdi qarang. Tumshuqdan Zafar aka. O'tishni ko'ryapsizmi? Jichcha-pichcha o'tmaydi-da bu. Suv ichganda oqib turadigan quloqliq qo'y kerakmi? Mana sizda. Yuzda shunday bekitib o'tadiganlar. Ya, u yoqsa shunday qilib ko'zini Shunday qilib bekitib olaveradi, bekitib ekan. Mana. Oh yuzda qarang, oh yuzda. Garbonos qarang, sog'liqda qarang. Orqalari, dumbalari tekis. Hammasi tekis.
Bu nechi bosh berdi Sardor aka? Beyda 6 bosh o'zi. 5 ta urg'ochi, 1 dona Ha, qo'chqor. 5 ta urg'ochi, 1 dona. Qulog'iga nechi? Quloq qaranglar, mana. Bu alohida tema quloqlar hammasida. Bu bir gapda Zapar aka. Aha. 10 ta qo'yga uspet qilmadimi? Bunisini jo'natib ver degan obunachilar shoshilib telefon qilsin. Nima qilasan ha? Ha, nimaiki buni ham narxi yengil. Yengil. Ha, buni ham narxi yengil. Ustiga chiqib olmaydi, unaqa. Yo'q. Haligi Sardor Bey bitta ishingizga qoyilda, masalan, zo'r quloq uzun qo'yiladi, kimdirlar bor, ajratib falon pul $500, $600 sizda bor-ku. Bir xillar ketyapti. Hey. Shunisiga gapi yo'q lekin. To'g'ri, u gapingiz ham og'zingizda Zaparga qarangda. Menga turubnoy keladimi? Turubnoy beraman, men ichidan olib qo'ymayman chiqajak. Shu bering, Bitta barakasi narxda buziladi. keladi, ha. Men misol ozini qo'yib haftasiga 50 ta 100 ta sotay. Aha. To'g'ri. 20 ta qo'y sotganimdan yaxshi shu menga. Nimagaki O'zbekiston xalqiga ko'p bo'ladi qo'y. Gap yo'q. Mana akalar, haligi nima deydi, ichidan hop zo'rini olmasdan, mana bir xilda qanday kelgan bo'lsa, o'shanday beryaptigan Sardorbekka bittadan like bosib, obuna bo'lib, kommentariya yozib qo'yinglar akalar. Malol kelmasa, kommentariya, like-ga arziydigan video bo'lyapti. Zapar aka, Tellab video qilyapsiz, Sardor. Kommentariya yozishsa bizga foyda bo'lmaydi. Ularga ziyon ham bo'lmaydi. Prosta mana narsani keng tarqaladi. Misol yetib bormaydigan odamlarga tezroq yetib boradi. Kimlardir buni qidirib yurganda. Kimdir hozir ola olmaydi, lekin videoni ko'rib turadi, havas qilib xudo xolsa biz ham olamiz deyshadi. Shuna bittadan like mixlab qo'yishsin Zapar aka. Kim haligi kerakli odamga yetib boradi. Akalar hissasini qo'shadi. Mana haligi nima deydi? Bizga bir so'm berib qo'ymaydi, sizdan minus ham qilib qo'ymaydi. Prosta sizlar shu ozgina mana keng tarqalishiga yordam berasizlar xolos. Sardorbekning kanaliga. Sardorbek narxida. Buni bir gap aytaymi Zapar aka, narxini qarab turing. Arzonligini. Aha. Yosh oyligi nargilar bilan baravar. Baravar. Ha, 4 oylik plus minusda. Hop. Yeb ichishi sog'ligi bir xil. Bitta kelgan 16 tasi. 16 tasi bitta kelgan. Narxini ham tortishib qiyishib o'tirmaymiz. 4 million 100 ming so'mdan bunga ham telefon qilasam, bu ham ketaveradi. Bu ham ketaveradi shu. Ha, hammasini olsa bir nima o'tib beraman. Haligi tortishmadik, xudo xolasa mana telefon qilasizlar, o'tib beradi, xudo xolasa. Sardorbek bitta narsa, Rossiyadan ko'pchilik chetdan kuzatishyapti-da. Hop, o'tgan safar qo'ylaringizni ham shu Rossiyadagilar olishibdi, eshitdim, ha deng. Ha. Rossiyadagilar akalar telefon qilib pullarini ketkizmasdan nima deydi? Shuna bitta soобщение qilib, yo bo'lmasam Telegramdan bemalol yozaveringlar. Telegramdan o'zlaringizni haligi nima deydi, vaqtlaring ketmaydi, pullaring ham ketmaydi. Telegramda yozsalaring, xudo xolasa, haligi nima deydi, videolar tashlab beriladi, ma'lumotlar berilaveradi. Javob berib, sirasi tas yozib, hammasiga javob berib, musofirdan telefon qilasiz Zapar aka. Beyda yurgandan arzon qilib beraman. Arzon qilib beradi. Ha, beyda yurgan odamlar bor, chunki musofirda yurish oson emas-da. Beydag'idan o'tib beraman. Gap yo'q. Bo'lmasam akalar keyingi partiyamizga o'tamiz, bo'lmasam mana qo'ylarimiz keyingisiga ketdik. Keyingi partiyamizga 2 dona urg'ochim Sardorbek. Urg'ochi, ikkovi ham urg'ochi, shalpon qulog'idan, birinchisi betda. Yaltillab turgan, yaltillagan, ko'zi quvnatadiganlar. shalpon quloqlar ekan bular ham, xudo xolasa. Yeb ichishlaridan hech qanaqa muammo yo'q. Sutga to'yib bo'lgan Sardorbek. Qo'ygan, zoti yaxshi, bu ikkovi bitta qo'ydi bolasi. Ha, bitta qo'ydi Ha, bolasi. bitta qo'ydi bolasi, shunga olib chiqdim hozir, ikkovini bitta akalar. Mana dumbalar osilmagan, xudo xolasa. Yorma dumba. Gap yo'q, mana. Zo'rodan Zapar aka. Bir jub olaman degan akalarimizga buni bu ekalasi Zapar aka. Pensioner hojinalarimizga. Chunki puli shunga yarasha. Misol 5 taga to'plab turishgan bo'lsa 5 taga yetmasa, ikkita olib po'choq bundan bu yog'iga tarvuz po'choq ham, qovun po'choq ham ko'p bo'ladi. To'g'ri. Bitta tarvuz po'chog'i to'yyorsa kerak. Bir piyola kepakka bitta o'sha qovunni po'chog'i bilan berib qo'ysa, qonni to'yib, sohatiga kuniga o'zgaradigan narsalar. Gap yo'q. Ekalasi ham. Nech pulga berib beramiz Sardorbek bu ikkoni? Shalpon quloqlarni. Ekalasinimi? Aha. Bitta narx aytaymi? Bitta narx ayting, hayron bo'lib qolay o'zim ham. Ha? Oxirini aytaymi? Bitta. Oxirini ayting. 8 million qo'ymoqchi edim Zapar aka. Eshitmang, endi men hozir hojinalarimizga deyapman, pensionerlarga deyapman. Ikkovini olishadi.
7 milyon 500 ming so'mga chiroyli qilib dastlabki qilib yetkazib beraman. 7 milyon 500 ming so'mga. Gap yo'q. 3 milyon 750 mingdan bo'ladi. 3 milyon 800 dan ham bo'lmaydi. Gap yo'q. Kelishiga nechi akalar uni kelishiga. Qo'yimiz qochib ketdi, o'shaning qolay. To'xtashga majbur. Mana. Mana bir jup otlashab qo'yinglar, xudo xolasa. Maza qilib oqasizlar. Sardorbek 7 milyon 700 ming so'mga bo'ldimi? 7 milyon 500 ming so'mga ketaveradi. Barakasini bersin. Bo'lmasam shulardan Sardorbek yo'q, qo'yimiz sera bugunga shular kun isib ketyapti Zapar aka. To'g'ri qisqa video qilaylik. Gap yo'q. Bo'lmasam akalar videomizni xato kamchiliklarimizni oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa ertaga yo indinga bundan ham dahshatlarini xudo xolasa chiqarib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.